Assalomu alaykum. Bugun siz bilan reteynerlar o'zi nima va qancha vaqtga qo'yiladi, shular haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Reteynerlar bu breketlar yechilgandan so'ng yoki tishlar tekislangandan so'ng qo'yiladigan narsa, apparat hisoblanadi. Buning asosiy maqsadi erishilgan natijani saqlab qolish. Ya'ni biz tishlarimiz notekis edi, biz tishlarimizni tekisladik va breketlarni yechdik. Ko'pincha breketlar yoki alaynerlar bilan tishlar tekislangandan so'ng tishlarning ildizini atrofidagi suyagimiz yumshoq holatda bo'ladi. Uni qotishini kutishimiz kerak. Agar shundoq holatda hech narsa qo'ymasdan turib kutadigan bo'lsak, tishlarimiz o'z yo'nalishini o'zgartirishi va qiyshayishi mumkin. Shu sababdan biz breketlarni yoki alaynerlarni yechganimizdan so'ng reteynerlar yordamida o'sha holatni saqlab qolishga harakat qilamiz. Reteynerlarning ikki xil turi mavjud bo'ladi. Birinchi reteynerimiz bu yechilmaydigan, tishlarimizni orqa tomonidan o'rnatiladigan maxsus simdan iborat. Mana shu simimiz tishlarning orqa yuzasiga maxsus plombalar yordamida qotiriladi va mana shu simimiz tishlarimizni qiyshayib ketmasligini oldini oladi. Ikkinchi turi bu yechiladigan, oq xuddi alayner ko'rinishiga o'xshash, lekin bu retensonniy kappa deyiladi. Ya'ni retenson kappalarimiz yordamida tishlarni o'z holatini saqlab qolamiz. Buning ham asosiy maqsadi tishlarimizni mana shu holatida ushlab turishdan iborat. Yechiladigan retenson kappalarimiz taxminan 1 yil, 1,5 yil davomida taqiladi va undan so'ng sekin-sekin astalik bilan yechiladi. Yechilmaydigan reteynerlarimiz esa bu taxminan 4 yil, 5 yil vaqt davomida turish tavsiya qilinadi. Shuning uchun men o'zim shaxsiy amaliyotimda ham yechilmaydigan reteynerlar va ustidan yechiladigan reteynerlarni ham qilib beraman. Mabodo agar orqasidagi reteynerlarimiz ko'chib qolsa, plombasi ko'chib qolsa, kela olmay qoladigan holatlar bo'lsa, boyaga yechiladigan reteynerlarimizni taqib olish va ma'lum bir muddatdan keyin bizni oldimizga kelish imkoniyatini saqlab qoladi. Agar faqatgina yechilmaydigan reteynerlar bo'lsa, unda holatlarda tishlaridan orqasidan ko'chib qolganda tishlarimiz qiyshayishi va o'z vaqtida kelmasligi tishlarning notekis bo'lishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun men o'zimning shaxsiy amaliyotimda ikkalasidan ham foydalanaman. Qisqa qilib aytganimizda, reteynerlarimizning asosiy maqsadi erishilgan natijani saqlab qolishdan iborat bo'ladi. Sizda savol tug'ilishi mumkin, reteynerlar og'riqli bo'ladimi? Uni qo'yish og'riqli jarayonmi? Aslo og'riqsiz jarayon. Reteynerlar maxsus o'zini yechiladigan reteynerlarimiz xuddi maxsus kappalarga o'xshash. Uning uchun uni tayyorlash uchun qoliplar olinadi, bo'ldi. Yechilmaydigan reteynerlarimiz maxsus sim yordamida tishlarning orqa yuzasiga yopishtiriladi. Bu jarayon ham og'riqsiz jarayon hisoblanadi. Yuqoridagi ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga obuna bo'ling.